Raqamli texnologiyalar insonlar hayotini yengillashtirayotgan bugungi kunda internet makonida jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan illatlar ham tobora ko'payib bormoqda. Ana shunday xavfli illatlardan biri onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlardir. Dastlab oson daromad manbai sifatida ko'rinadigan bunday platformalar aslida minglab insonlarning iqtisodiy ahvoli, oilalar tinchligi va kelajagiga putur yetkazmoqda. Eng achinarlisi, qimor o'yinlariga qaram bo'lib qolgan ayrim fuqarolar yutqazgan mablag'ni qaytarish ilinjida kredit olishga, qarzga botishga, hatto uy-joyi, avtomashinasi va boshqa mol-mulklarni garovga qo'yish yoki sotishgacha majbur bo'lmoqda. Shu qarz sabab o'z joniga qasd qilish holatlari uchrayotgani ham bor gap, afsuski. Bir lahzalik havas va tez boyish ishtiyoqi ko'plab oilalarning parokanda bo'lishiga, turli jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo'layotgani ham sir emas. Bu kabi platformalarning ortida esa faqat qimor emas, balki noqonuniy moliyaviy aylanmalar, kiberjinoyatchilik, pullarni yashirish sxemalar va fuqarolarni turli aldovlarga tortuvchi jinoiy tarmoqlar yashiringan. Shu bois mamlakatimizda onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish hamda ularning faoliyatiga ko'maklashishga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Ana shunday chora-tadbirlar doirasida respublika miqyosida o'tkazilayotgan sog'lom va xavfsiz yurt tezkor profilaktik tadbiri davomida Jizzax shahrida onlayn qimor faoliyatini tashkil etish hamda ularning moliyaviy operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanish holatiga chek qo'yildi. Yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida olingan tezkor ma'lumotlarga asoslanib o'tkazilgan tezkor tadbirda Jizzax shahrining Hamid Olimjon mahallasida jahon internet tarmog'i orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tkazish provayderlik vazifasini bajarib kelgan shaxslar aniqlandi. Tekshiruvlar davomida ushbu noqonuniy faoliyat yakka tartibda emas, balki oilaviy tarzda yo'lga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Xususan, 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi, 1967-yilda tug'ilgan otasi hamda 1997-yilda tug'ilgan kompyuter dasturlar sohasida faoliyat yurituvchi ukasi bilan birgalikda xorijiy bir XBet qimor platformasi uchun maxsus Telegram bot ishlab chiqqan. Materiallarga ko'ra, mazkur bot fuqarolardan qimor o'yinlari uchun mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini o'tkazish jarayonini avtomatlashtirgan. Shu orqali internet tarmog'iga onlayn qimor platformasi uchun noqonuniy to'lov provayderligi tashkil etilgan. Ayni paytda xonadonda tegishli tartibda o'tkazilgan tintuv jarayonida demak 3 milliard 231 million so'm pul, 355.510 dollar hamda 230 yevro, shuningdek 76 ta bank plastik kartasi, 10 ta telefon, 40 dona fleshka va kompyuter jamlanmasi va 4 ta pul sanash mashinkalari tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi va tekshiruv ishlari davom etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi Python dasturlash tili yordamida yaratilgan mazkur botga o'zining oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilgan 76 ta bank plastik kartasini biriktirgan. Natijada qimor o'yinlariga mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini chiqarish jarayoni avtomatik ravishda amalga oshirilib, mazkur noqonuniy sxema qariyb 4 yil davomida faoliyat yuritgan. Ayni paytda tegishli tartibda tintuv va tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Siz ko'rib turgan bu joyda 8 ta VIP zal va eng zamonaviy jihozlangan 56 dona kompyuterlar borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ushbu jinoiy guruh a'zolariga tegishli bo'lgan uyali aloqa vositalari va serverlari ko'zdan kechirilganda ushbu shaxslar 619.500 AQSh dollariga teng bo'lgan jami 7 milliard 434 million so'mlik kriptoaktivlarni qonunga xilof ravishda olish, o'tkazish va ayirboshlash provayderlik faoliyatini amalga oshirib kelganligi aniqlanib, hujjatlashtirildi. Shuningdek, Telegram bot tranzaksiyalari ko'zdan kechirilganda 80.331 ta holatda 4.037.000 AQSh dollariga teng bo'lgan jami 48 milliard 445 million so'mlik qimor o'yinlariga depozit kiritish va chiqarish xizmatlarini amalga oshirib kelganligi aniqlanib,
Hozirda ushbu jinoiy guruhning boshqa noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, mazkur holat onlayn qimor faqatgina o'yin emas, balki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etiladigan katta moliyaviy aylanmalarni o'z ichiga olgan kiber jinoyat turlaridan biriga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Bu jarayonda turli dasturiy yechimlar, botlar, elektron to'lov vositalari va bank kartalaridan foydalanilmoqda. Fuqarolar esa har qanday holatda ham oson boyish haqidagi yolg'on va'dalarga ishonmasligi, shubhali Telegram botlar, internet platformalari va noqonuniy to'lov tizimlaridan foydalanmasligi lozim. Qonunchilikka muvofiq onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish, ularning faoliyatini moliyalashtirish, to'lovlarni amalga oshirishga ko'maklashish yoki bunday noqonuniy sxemalarda ishtirok etish uchun tegishli javobgarlik belgilangan. Zero qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda jazoning muqarrarligi jinoyatchilikka qarshi kurashning eng muhim va ta'sirchan kafolatidir.